Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasıncan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırnama namlıq romanının davamıqa qulaq sağaysizlər. Əmir Şeyx Nuriddin Şahzadə Üveyisxanğa qızı Dövlət Sultan Məlikini sorab elçi bo'lib kelgan Said Ali Olibga nima deb javob berishni bilmay dilg'ulliq ichida o'tiradi. Shundaq, u qizini Shahzoda Üveyisxonga nikohlab berishni xohlaydi. Ammo texchilar o'rtasida panohlanayotgan shahzodaning kelgusiga toza ishonch qilolmayotdi. Said Ali Olibning bo'lsa mushning bilan 3-chi qitim elchilikka kelishi edi. Endi aniq bir javob bermasa sat turadi. Uning sizmi xonishdan Shahzoda Üveyisxon bilan malikasi to'g'riliq bo'lingan chitpitdan gaplarni anglab qolgan edi. Mush günlerde Melikini tazı başqaramayvatdiman degan edi xonish to'tlab. Ha deseylik Moğol Melikisining qasriga yuguraydi. Kenezaklardan ishkirlab so'rasam, Meliki yolg'izlik Moğol Melikisi bilan emas, uning hilq shahzoda og'si bilanmi ko'rishib yurganmish. Tazı xotirjam bo'lolmayvatdiman. Olmadis ol shahzoda bilan ishbash tortishib qolsa, buning oqibatini mo'ljallamak tez. Xabarlarda bor. İşkağısı teki əmirinin ağıcısı Məlikini oturanç əmirzadəgi sorab baş ağrıqı qığılı xeyli boldu. Məlikinin toy işini vaxtıda bir tərəf qılıb, baş ağrıqıdan qutulmasaq bulmaydıgan dəb qılıdı. Bunda qısaq Məlikigi mi, bizgi mi yaxşı? Əmir Şeyx Nuriddin etibarlıq Məlikisini qol astidagi əmirinin oğluğa berishini xalamaydı. Kichikroq bo'lsa-mu, biror elning xon sultoni bilan qudilishni orzu qiladi. Ammo shu chaqcha undaq elchilardan shapi yo'q edi. Garchi Shahzoda Üveyisxon nasab, martaba jihatda uning dididagidek loyiq bo'lsa-mu, biroq o'z vatanidan qochib chiqib, saltanat soyasida yashayotgan bu shahzodaning eti ulug' bo'g'ini bilan supurs quruq edi. Shahzoda Üveyisxon tağısı Sultan Shir Muhammad Xondan taxt saltanatni so'yib olarlarmi zodi? U tasarrufning buyuk ulusbegi bo'lmish Xudoydat hazratlarining navrisi Shahzoda bilan birga bo'lganlik uchunlar uning tağısından toji taxtni so'yib olishiga ishongan edi. Biroq ulusbegi hazratlari bu haqda ular hozirgacha biror shart bergandek emas. Yoki ulusbegi Xudoydat hazratlari Shahzoda bilan ko'maklashishdan yoltib olganmidi? Yaqında beri Shahzodami Mo'g'uliston tarafdan lashkar to'plash ishini ancha tilg'anmaydigan bo'lib oldi. Qora qishning oxirlashishini kutyaptam degan debdiganman. Mana ko'klanma kelay deb qoldi. Hech bir metrlay demaydi. Endi bo'lsa Amirzoda Said Ali Olibni elchi qilib avatibdi. Bu ishga qanday javob bersam muvofiq bo'lar? Kesib rad qilib etsam Shahzodaning dili ranjiydi. Konularning bu davlat senda turmabdi, bu mehnat menda deydigan tamsili bor. Kim biladi? Shahzoda Pat yaqinda Mo'g'uliston saltanatini qo'lga olamdi degan. Navod shundoq bo'lib qolsa, pushaymon qiladigan ish chiqadi. Navod kuyog'lim buyuk Mo'g'uliston saltanatining sultoni bo'lsa edi. U chaqda Mirza Ulug'bekning tahlikasidan voyim yemagan, oxirgi umrimni haqqa beqinmay xotirjam o'tkazgan bo'lar edi. Orman degan ormanda. Pat yaqinda Mo'g'uliston taxtining tojidori bo'ladi deb yurgan shahzoda bo'lsa, texchi mening homiyligimda. Ajab bir beshimning ishchimi, teshimi qotdi desa. O'rta ishqog'isi teki amirning o'tiranchi amirzodasi xeyli tuzuk yigit bo'lgan. Biroq nasabi mos kelmaydi. Garchi Turkiston kichikroq el bo'lsa-mu, men yana bu tasarrufning hukmdoriman. Shundoq ekan, men bilan qudalashmoqchi bo'lganlarning nasab martabasimi menga mos kelish kerakdi. Qo'shni elning sultonlariga qudalashayli, qizimni kelin qilib oslar degani tex bo'lmasa. Tozma bir ish bo'ldi deb bu. Boshchaqda Malikini o'rda ziyofatiga qatnashtirmaydigan, shahzoda bilan ko'rishtirmay, pinhon saqlaydigan ishkan do'q. Shu chaqda Malikiga shahzodaning ko'zi tushgan edi.
Көңіл деген ғой шындақ нәрсе зады. Оны hər qandaq qılıp mı təqib qılıb ağıl bulmaydı. Xanşayımның əndişisimi orulluq. Navadı Məliki Seydəli alıbның ağıcısını bastı qılıb, Şahzadə bilan uçuruşub yürgen bolsun iş texmi mürakkəbləşidi. Onun üstüge Seydəli alıbның ağıcısı Şahzadının sığınısı emasmı? Ular ıslıqqa düşüb, bir-biriga köngül berişib vədləşkən bolsa, köngül rayını yandırmaqmı təs? Cahanda aşıq məşıqlarını kimmi ayırıb etiş muddasıga yetəligen? Tosqan sir iradisi çıngıb yetidu texi. Rast, Əmirzadə Seydəli alıbның arqı-marqı elçiligi kəgindən qarğanda, ular allaqaçan körüşkən, toylışqı bütüşkən gəp. Əmirzadə Məlikinin yüzüge sət bolmuşsun, bizni xicil bolmuşsun dep, xicil bop qalmısın dep bu işlerini tılğı almağan buluşı mümkün. İşini qaytı çekкен adam ondan öyge kirələydi. Ondan öyge kirələydi o deydiğen gep var. Dedi Seydəli alıp, Əmir Şeyh Nurdinning çigiş xiyallarını bölüp. Şuna işençimizni boşaştırmay, alilerinin işkini qaytı qiqishqa cüret qıldık. Nikah g'oyib debdikan, babayı büzürükle. Nikah g'oyib debdikan babayı büzürükle. Belki barlıq mevcudatlarını cüptü bilen yaratgan kudretlik Tengri, Şahzadə aliler bilen Məlikəmnin pişansıga bu g'oyib nikahını bütken buluşu mümkün. Şahzadəm Əmir Həzrətlərə köy oğul ayaqlarında bir ömür xizmət qilishni to'liq arzu qiladi. Allah xolisa, pat fursatda Moğoliston saltanatini Şahzada alilərə kulib beqishi mumkin. Albatta bu ishlarda alilərinin cheksiz madadiga tayinimiz deydigan ishonchimiz bor. Özlər Türkistonda yo'lanchuk, oti bo'p baslar, Şahzada aliləri Moğolistonda farzandlik sadoqatini ado qilsa, Iroq yaqindagi ag'yorlarimiz ikki elning taxt saltanatiga zinhor ko'z tikmaydi. İşlar sılına deganlardek bo'lsa, qo'ymi ko'nglimizgidek ish bo'ladi, Amirzodam. Gapni qilmoq oson, biroq bir elning taxt saltanatini so'yib olmoq basi mushkuldir. Qaysi bir ota e'tiborlab boqqan qizning bir elning saltanat sohibiga xonish bo'lishini xohlamasin. Ammo Şahzada bundaq cho'ng ishning huddasidan chiqa olarmikan? Amir Shayx Nurdinning ko'ngli joyida emas edi. Ha deganda ig'iz ichishga oldirmay yotibdi. Amirning chiroy ifodasini inchkilik bilan kuzatib o'tirgan Seydali olib tit bo'ladi. Uning javobini ko'nglidagi o'y-xayollarini faraz qilishga tirishadi. Bilaman, sizlar Shahzodaning buyuk Uyg'ur elining saltanatini so'yib elishiga ishonch qilolmay yotadilar. Uni köy oğul qığılları bor-yu, ammo bir qochqin Shahzodaga qiynat bo'lishni ko'ngillariga sig'diramay yotadilar. Shundoq, sizlar e'tiborli malikalarni o'zi suygan kishisiga emas, toji taxt egasiga berishni orzu qiladilar. Yaxshi o'ylansizlar, hargiz xato hukm chiqarib qolmaslar oliylar. Oyning 15 oydan bo'lsa 15 qorong'u bo'ladi. Şahzada alileri hazır dal aşı 15 günlük qaranqılık tuturyapti. Onun nur ziyağı kömülgen 15 günlük aydınғы çıkışıga az qaldı. Xata hüküm çıkarıp qoyup, özleri pişaymay yeganni az deb, ikki aşıq məşğini ömürlükdəəsirətki mubtila qıb qalmıslar. Tova, köngül degan ajoyib narsagan. O adamni taxt saltanatdan, rohat farog'atdan voz kechtiradigan. Men öz vaqtida Zeynep bibini deb qandaq mushaqqatlarga mubtila bo'lmadim men. Hayotimdan ayrilg'il qoldim tahi. Shuning uchun Shahzoda olilarini so'ygan yordan voz kechib, vatanga qaytishga zo'rlayolmayapman. Shu kunlarda Shahzoda va el-yurt taxt saltanatni butunlay esdan chiqardi. Asiyodi malika bilan tezroq bosh qo'shib, misol sharob ichishdi. Amir janoblari ul aşıq məşğlarının ko'ngil arzusini tushunamdikan. Navoda Amir oliylari bu qitimma meni javobsiz yondirsa qandoq qilaman? Shahzoda oliylariga nima deb borarman? Shu topda xush xabar ib kelishimni to'rt ko'z bilan kutib o'tiribdi. Navoda bu qitimma Amirning javobini ololmasa, Shahzodani malika bilan to'y qilish niyatidan voz kechishga nasihat qilib,
vatanga qaytib toj taxtni qo'lga ilishga harakat qilishni tavsiya qilsam qandoq bo'lar? Shahzoda bu maslahatimga ko'narmi? Navoda shahzoda yurtga qaytib taxt saltanatni qo'liga olsa, uni amir malikasini Turponga o'ziga baratdi. Cho'qim shunday qiladi. Saydali olibning xiyolini Amir Sayx Nuriddinning ovozi bo'libdi. Amirzodamni to'la yo'l mangdirib qo'yganimizga ko'p qichilmiz. dedi Amir Sayx Nuriddin chiroyiga quvliq bilan kulgi yugurdi. Meningcha bo'lsa shahzodani hozirlik yo'g'il qilib bor. Ammo malikani 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib, yomon sezik, ochiq to'lg'oq azobida tavallud qilgan onasining maslahatini elishim kerak-ku axir. Texi malikamning ko'ngilroyiga boqadigan gap deysizlar. Shunga oldirmasinlar. Ertaga o'zim javobini beraverman. Saydali olib uchun yana o'ltiraverishning o'rni qolmagan edi. Shunga o'rnidan turib xo'shlashishga majbur bo'ldi. Amsa quliqim o'zladi qoldi odilari. Ishq azobida kiygini kepan, yegini zo'qim bo'lib qiynalayotgan bag'ri kabob shahzodam uchun himmatlarini oyimag'ayla. Allah egam xush xabarlarini aytishimizga nasib qilg'ay. Allah xolisa, dedi Amir Sayx Nuriddin gapni qisqa qilib. Qasrning darvozasidan kirib kelgan Saydali olibni ko'rib, shahzoda uning oldiga yugurib chiqdi. Qandoq bo'ldi? Nima dedi? Rozilik berdimi? Shahzodaning yomg'irdak savollari oldida Saydali olib bir pas tengirqadi. Ammo o'zini ruhliq, umidvor tutishga tirishib javob berdi. Xonish bilan maslahat qilib, Malikining ko'ngilroyini elib beqib ondan javobini beray dedi. Qattiq umidsizlangan shahzoda lossida bo'lib qoldi. Yana javob bermabdi-da. Umidsizlanmisizlar? dedi Saydali olib tasalli berishga tirishib. Bu qitimqi javobini oldingi qitimda bergan javobiga selishtirganda har holda xush xabar deyishga bo'ladi. Buni qandoqsi xush xabar degili bo'lsin? dedi shahzoda jiyli bo'lib. Saydali oldirmay tushundirdi. O'ylab baqsila, oldingi ikki do'ram elchilikka borganimda amir oliylari, shahzoda oliylarining bizga kuyovul bo'lishni orzu qilgani qo'ymi baland ish bo'pti, lekin oldirmasin. Allah xolisi oldimizga kuzda bir maslahat qilayli deb mujmalli javob berib yondirgan edi. Mana bugun xonish bilan maslahat qiladigan, Malikining ko'ngilroyini bilib boqadigan bo'ldi. Demak, ishimizni xeyli ilgirlash bo'ldi degan gap. Navval xonish bu to'yga rozilik bermidi degandimi, Malika rozilik berdi. Balkim o'zlariga mayli borligini, o'zlari bilan to'y qilishni xohlaydiganligini ota-onasiga bildirib qilishi mumkin. Amir oliylar bo'lsa, damonliq bir qarorga kelolmay dilg'ul bo'lib turibdi. Olishimcha, amir oliylari Malik Davlat Sulton xonimga bakli omroqmish. Har qanday ishda dilini chigishni xohlamaymish. Shundaqkan Malikining ko'ngil maylini rad qilolmaydi. Sabr qilslar oliylari. Balkim ertaga xush xabar anglab qilishimiz cho'qim. E'tiqodlar kasun ilohim, dedi Uvaysxon hasratlanib tinib. Orani bir pas sukut qapladi. Saydali olibning so'zlari shahzodaning qalbidagi ojiz yenib turgan umid shamini biroz pilaldatib qo'ygan edi. Asiyodi malika bilan tezroq to'y qilishni qolgan Uvaysxonning o'y xiyollarining bosh oxiri yo'q edi. Vujudini chirmavagan umidsizlik, hijron azobi yuragini quritdek g'ajilaydi. Ko'klam kelay deb qoldi, dedi Saydali olib tagsiz xiyollarga g'arq bo'lib o'ltirgan shahzodaga qarab. Bir necha oydan beri Turpon taraf bilan aloqa qilamidik. Panohlanayotgan dargohimizni bilanmigashkimi? Boboy buzurgdan xabar bo'lmayotdi. Hech bo'lmaganda Sulton Shir Muhammad xonning hozirgi ahvolidan, maqsad muddasidan xabar topsak yaxshi bo'ladi. Shahzod Uvaysxon indamadi. Uning turqidan bu ishlarni so'zlashkisi yo'qdek qiladi. Shahzodaning quliqiga hozir bunday gaplar xush yoqmas bo'lib ketdi. Turkiston malikasini deb toj taxt saltanatni esidan chiqardi.
Seydali alıp şahzadəyə yeni gep qızıq təmsilib toxtub aldı. Boldular, hazır keyfi taz joyida emas. Ko'ngli beyarim bo'lib turayotganda bu gaplar qulq o'xshayotmasligi mumkin. Ertaga so'zlasharman. Yeb ichib yetayveramdiq bu dargohda, dedi shahzodaning xilvatxonasiga usibli kirgan sarkarda Bo'ron xo'ja chechilgan holda. Havo jahonmi isib qoldi. Oxirlashmaydigan mehmondorchilik yo'q bu jahonda. Eğrimizni haqq selivermay, asta yurt makonimiz qaytib, lashkar to'plab Sulton Shir Muhammad xonning ishini bir taraf qilaylamdi. Shu kunlarda tig' yorisi sallamaso saqiyib, salomatlik asliga kelgan sarkarda Bo'ron xo'ja Mo'g'ulistonga ketish to'g'riliq xalva qiladigan bo'lib olgan edi. İç pushig'ini besish uchun oz to'la sharob ichgan bo'lsa kerak, biroz kayib ko'rinadi. Seydali olib, uning lappida qarab qo'yib, lamjim demidi. Aldırmıslar sarkarda. Mo'g'ulistonga cho'qim qaytdimiz, dedi shahzoda o'zini besib elib turib. Malika Dövlət Sultan xanım bilan ikinci qitim ko'rishib, yuraklardagi ishq sevgisini izhor qilishgandan beri Uvays xonning quliqiga Mo'g'ulistonga qaytish degan so'z ancha yoqmaydigan bo'lib qolgan edi. Qachongacha oldirmaymiz oliylari, dedi Bo'ron xo'ja shahzodaning kayfiyatiga diqqat qilmay. Oldirmasak vaqt o'taverdi. O'zlar oldirmaslar, oldirslar o'zlar mang'ashtirslarmisa, oldilarini to'svaqnimiz yo'q, dedi shahzoda ta'rini turgunicha Bo'ron xo'janing so'zini bo'lib. Sharob ta'sirida kollisi qizib qolgan sarkarda Bo'ron xo'ja parvosiz oldiga o'tirdi. Albatta men oldirayman, mang'ashtirsam bo'laverdi-ku oliylari. Sarkarda degan jangga yaralgan. Dushmandan qo'rqib qahning dargohida panohlanish haqiqiy sarkardaning ishi emas. Sarkarda kayf bo'lib qolgandek qilala, chiqib orom ilvasla. Bu ishlarni aytmaslar kishayli. Shahzoda odiylar mush ish uchun boshqa turibdi, dedi Seydali olib Bo'ron xo'jani sirtqa tortdi. Bo'ron xo'janing so'zlari shahzoda Uvays xonning yuragiga begiz bo'lib sanchilgan edi. Uning vujudi ochiq-ochiq silkindi. Yigitlik g'ururi g'alyon ko'tardi. To'g'ri aytdilar Bo'ron xo'ja. Sarkarda degan jangga yaralgan. Lekin mening jangdan qochqinim yo'q. Ham undaq qo'rqinchoqladimmi emasman. Meni Sulton Shir Muhammad xondan qo'rqib, bu dargohda panohlanayotdi deysizlar. Uvol qilgan bo'ladilar. O'zlari bu dardimni, bu tanqisligimni qandoqmi tushuntirarman? Chin yuragimdan so'ygan yorimni qandoqmi tashlab ketalayman? Ul dilrabosiz, undaq toj taxtning nima keragi menga? Meni bu dargohda lamakan bo'lib turg'isi bor odamdilar. Amal yo'q, divona. Yani kelib ishq divonasi bo'ldim. Ol yarning visoliga yetsamla Mo'g'ulistonga darhol mang'atdim. Turkiston taxtigohini bergan taqdirdim-u, bu dargohda hargiz turmas edim. Ey Tangrim, buncha qiynamay o'ljonimning visoliga tezroq yetkazsang nima bo'lar-a? Bo'ptilar, yana bir necha kun ta'xir qilay. Faqat bo'lmasa Malika bilan yana bir so'zlashib boqarman. Ona tashlab ketishga yurak chidarmikin tong. Kechirsizlar oliylari, sarkarda Bo'ron xo'ja kayib bo'lib qopti, dedi Bo'ron xo'jani yo'lga selvetib kirgan Seydali olib shahzodaning xiyolini bo'lib. Uvays xon Seydali olib yalt etib qarab qo'yib unchiqmadi. O'zlarining Bo'ron xo'jaga o'xshash meni aybligilari bor. Ammo og'izlaridan chiqarmayotdilar. Ko'nglimni ayayotdilar. Amsi men chiqay, dedi Seydali olib kayniga yenib. To'xtab tursizlar, dedi shahzoda Seydali olibni to'xtatib. Hozir turponga chaparmay mang'usizlar. Bizmi har ehtimol qarshi safarga tayyorlik qilg'ach turaylik. Shahzodaning chiroyidagi umidsizlik, tushkunlikni his qilgan Seydali olibning yuragi ichishib ketdi. Shahzoda Uvays xonga zoriqish, talmirish, umid va umidsizlik ilkida o'tgan. Shahzoda Uvays xonga zoriqish, talmirish,
Ümit ve ümitsizlik ilkide ötkizgen 2 gün 2 yıldek uzak tuyuldu. Bu 2 gün içinde ya Emir Şeyh Nuriddin'nin ordusudan ya Melike Dövlet Sultan Hanım'dan hiç bir haber gelmedi. Kuniga necha vaqt qishiga kirib ahvollashib turadigan Saydali olibmi bu 2 kundan beri uningdan o'zini qochirgandek qilardi. Biror xabar kelaymi demaydi ya. Nima bo'lmasin, Amir Shayx Nuriddin oliylari bir javob avatish kerak edi oxir. Malikaga nima bo'lgandi? Ajab bu ham kelaymi demaydi. Yoki uning haramdan chiqib qo'ymayotgandi ekan. Balkim Amir oliylari bu to'y ishini ma'qul ko'rmagan bo'lsa, qizini taqib ostiga olgandi. O'zi kelamasa muhiti bo'lsin kasi bo'ladi. Malikaning didorini ko'rmay yurtga ketarmanmi? Hech bo'lmasa yo'lga chiqquncha bir ko'rishib olsam bo'ladi. Amdiyan tirajab turib olsam, yolg'iz sarkarda bo'ron xo'jalar emas, Saydali olibmi, navkarlarimmi mendan umitsizlanadi. Ağzıdan çıqamagan bilan ko'nglida og'rinadi. Shundoq. Ular el yurtni seg'ingandek menmi seg'indim. Onam bilan singlim Maxtum Suluxinim qandaqroq turayotgandi. Shahzoda Uvaysxonning onasini esiga ilisholmam, yuragi shufat erib ketdi. Burni yetishib, ko'z chanoqlariga yosh keldi. Ko'z oldida onasi Sulton Xotunning so'lg'in chiroyi zohir bo'ldi. Ana oğlunu boşan, iradesiz, gayretsiz deb ayblayotgandek bilinib ketdi. Kechirsizlar ana. Men rostini boşanganman. Shu chaqcha hech bir ishni ro'yobga chiqarolmadim. Kutgan umidlarimni oqlayolmadim. Orzu armonlarimga bir qizning piroq hasrati qo'shildi. O'g'illarni tushansizlar ana. El yurtdan taxt saltanatdan mahrum bo'lib, lamakallıqda puchilnayotgan nimjon yuragimga sevgi muhabbatdan tasalli madad izlayapman. O'g'illari uchun ol go'zal mahbub xuddi qaytib berishni orzu qilgan vatanimdek, qo'lga ilishni armon qilgan taxt saltanatdek muhim. Qanday qilsam bo'lar? Yo'l ko'rsatsizlar ana. Shu topda yenimda bo'lgan bo'lsalar, bu holimni ko'rib sat bor bo'lgan, murodimga yetkazish uchun harakat qilgan, amal chora izlagan bo'ladilar. Ilojisiz qoldim. Yuragimni Turkistonda qoldirib ketishga majbur bo'lyapman. Shunda qilsam bo'larmi ana? Shahzoda Uvaysxon qaroyi yo'q kutishga oxir bardoshlik berolmadi. G'urur hayoni qayirib qo'yib, singlisiga yelindi. O'tinib qolay, men uchun haramga bir berib keslasin. Malikini oxirgi qitim ko'rib olay. Oksining abdiga qarab, Uz Sulton Xonimning ko'ziga g'illida yosh keldi. Kechirsizlar og'a, dedi u o'zini yig'idan aron tutib turib. O'zlarini aldashni xohlamayman. Tanigin haramga 2 qitim berib keldim. Shahzodaning yuragi jig'g'idi qildi. Umidsiz tuyg'ular vujudiga qaytadan changal soldi. Malika bilan ko'rishaladimi? Yo'q. Nemishqa? Malika bilan ko'rishtirmadi. Sababi nima ekan? Malika betob bo'lib qoptimish. Tevib hech kim bilan ko'rishmasin deganmish. Shahzoda o'zini besamollanmay vaqirbatdi. Yolg'on! Ular o'zlarini Malika bilan qasdan ko'rishtirmagan gap. Meningcha shundoq. Bardam bo'lsalar, hamon amal tepiladi. Qanday bo'lmasin o'zlarini Malika bilan cho'qim ko'rishtirman. Qattiq ro'y tushib ketgan shahzoda singlisining qishidan qanday yenib chiqqanligini bilmadi. İki gündün beri Amir Shayx Nuriddin bilan xonisining gapi bir yerdan chiqmayotdi. Qizini o'rda ishqog'isi teki Amirning o'tiranchi amirzodasiga berishni qaror qilib bo'lgan xonis to'xtamay azvaylatdi. "Alloh makan shahzoda bo'lsin, nima bo'pti?
Nam nasabi şahzat bolsa hesap mikan? Elmi neçə aydan beri aziz mehman qatarida hürmetlab mehmandarchilik qilib Turdiganga qattiq qasr berib, qo'sqini beqivatıdılar. Ko'rsatgan izzat ikram qornini asgan o'xshaydi. Haddidan ishib qiz so'ravatqinin ko'mamdigan. Ha deb bersak, atogin toji taxtlarini so'raydigan o'xshaydi. Bizga pesh qilmasin undaq shahzodaligini. Uningdan teki amirning o'ttiranchi amirzodasi ming hazo yaxshi. Nasabi xo'p kelmasa nim bo'pti? Jahondagi malikalarning hammasi shahzodalarga yotliq bo'lmaganmikan? Hammasi shahzodalarga yotliq bo'lganmikan? Xonish to'xtamay chalvaq aytdi. Odatda to'limi royish, yavaş yumshaq bu ayol bugun ana shundaq chechini cho'p chiqqan edi. Biroq malikalar ol shahzodadan boshqa hech kimga tegmayman davassa. Dedi Amir Shayx Nuriddin imkon bor ig'ir besiqlik bilan xonishni qoyil qilishga tirishib. Haddamas, dedi xonish sholini chechib. Uni ashundoq yomonni yutib qo'ygan o'zlari. Nima desa royiga beqib oxir bo'lgan yerim o'shu. Endi royiga baqsaq bo'lmaydi aliylari. Ma'qul, ul shahzodaga berdikmi deyli? At qo'pib o'g'illikka yurtig'ini olsa, bechora qizimiz haray sotib qolmasmi? Serson sargardan bo'lib yurmasmi? Shahzoda toj taxt uchun xon tog'isi bilan yog'i qilib qolsa, malikaning hayoti tahlika ichida qolmasmi? Bu taraflarini o'ylab vaqtilimi? Amir Shayx Nuriddin xonishi ko'rsatgan bu o'rinliq sabablar oldida damalliqqa lamjim deyolmay turib qoldi. Sizlardan o'tinib qolay, darhol farmon bersizlar oliylari. Malika endi haramdan chiqmasin. Shahzodaning hali qisinglisi bilan ko'rishmasin. Hamma bolaning beshi osh mo'g'ul malikasi. Amir Shayx Nuriddin xonishning talabini qondirishga majbur bo'ldi. Ammo ish buning bilan besiqmadi. Shahzoda Uvaysxon bilan to'y qilishga ota-onasining qo'shilmaganligini bilgan Malika Davlat Sulton xonim g'avg'o ko'tardi. Shahzoda Uvaysxondan boshqa hech kimga tegmayman deb turib oldi. Ammo bu chora onasining oldida oqmadi. Bu choraning to'g'ri unum bermaganligini his qilgan Malika tomoq yemay yetib oldi. 2 kundan beri og'ziga bir tal giyoh, bir tinim suv chaqliq narsa solmadi. Kenizaklarning yelinish, yolvurishlariga parvo qilmadi. 2 kunlik ochliq ham usuzlikqa Malikaning nozik teni bardoshlik berolmadi-da, bugun atganda oxiri hushidan ketdi. Malikaning hushidan ketganligini anglagan Amir Shayx Nuriddin o'ng suli o'shgan holda oldirab haramga keldi. Tashqarqi hujrada o'tirgan xonish mishildab yig'layotdi. Tatirib ketgan chiroyidan qattiq cho'chib ketganligi bilinib turadi. Amir o'rnidan turib ehtirom bildirgan xonishga qarab birini gulaydi-da, gap qilmadi. Shu topda u Malikaning qishiga kirishga oldirib qolgan edi. Malika o'shiga keldi oliylari. Dedi ishkir ko'chirdan chiqib kelgan tevib qo'l bog'lab turib. Ahvoli qandaqroq? Bayatın beri qizidan ayrilib qilish vahimasidan yurak seqirab, putqonlarda jon qolmay, qo'llari qurib ketgan Amir tevibga umid bilan qaradi. Malikaning muborak teni bek zaiflashib ketibdi. Tomirining so'qishimi bek ojiz. Quvvat sharbatlarini ichib, oz-to'la g'izo kirsa yaxshilanib ketadi. Amir Shayx Nuriddin tevibning gapining oxirini kutmayla ishkir hujraga kirdi. Malika yo'lib tashlab giyohdek so'lishib yotadi. İkin ağzı qog'ozdek oqirib ketgan bo'lib, lavlari qo'rilib qolgan, cho'ng-cho'ng ko'zlarining nuri qechib o'ltirishib ketgan edi. Amir kenizakning qo'lidagi sharbat qo'yilgan piyolani elib, Malikaning yanida o'ltirdi. Bir qo'shiq sharbat qusib, Malikaning leviga yaqin akeldi. Malika o'shiga keldi oliylari. Dedi ishkir ko'chirdan chiqib kelgan tevib qo'l bog'lab turib. Ahvoli qandaqroq? Bayatın beri qizidan ayrilib qilish vahimasidan yurak seqirab, putqonlarda jon qolmay, qo'llari qurib ketgan Amir tevibga umid bilan qaradi. Malikaning muborak teni bek zaiflashib ketibdi. Tomirining so'qishimi bek ojiz. Quvvat sharbatlarini ichib, oz-to'la g'izo kirsa yaxshilanib ketadi.
Әмір Шейх Nuriddin Tevipning gapining oxirini kutmayla ishkir hujraga kirdi. Malika yo'lib tashlab giyohdek solishib yotadi. İki ağzı qog'ozdek oqirib ketgan bo'lib, lavlari qo'rilib qolgan, cho'ng-cho'ng ko'zlarining nuri qichib o'ltirishib ketgan edi. Amir Kenezakning qo'lidagi sharbat qo'yilgan piyolani elib, Malikaning yanida o'ltirdi. Bir qo'shiq sharbat usib, Malikaning leviga yaqin akeldi. Qani bir yutum o'tlislar. Meni zo'rlamışlar ota. Dedi Malika ko'z yoshlarini to'xtatib ololmay. Herkes içmeymen. Herkes içmeymen. Kızının göz yaşı Əmir'nin yürgünü şurrada eritib etdi. Şu daqiqada onun atalıq mehri qozg'ulib ketgan edi. O kızının nazik qo'llarini mehribonlik bilan alqanlari orasiga oldi. Doğruluq şərbatni içmisizlar Şahzoda bilan qandoq to'y qila oladilar qizim? To'y qilish uchun tanning mag'dur bo'lish kerak-da. Malikaning yerim yumilgan ko'zlari yo'g'on echildi. Dadasiga gumansirab qaradi. Shu topda quloqiga ishonmay qolgan edi. Meni aldavatmaydigandilar, ha ota? Meni aldavatmaydiganlar, ha ota? Yo'qsa, zinhor aldimidim. Sizlar mening borliqim, jigirim, ko'zimning qarisi tursizlar. Nemish qoldig'idekman. Xushalliqlari, salomatliklari uchun bu jinim qurban bo'lsin qizim. Xotirjam bo'slar. Shahzodaga hozirlik xabar berib o'tman. Ham istilning orzularidagidek bo'ladi. Amir Shayx Nuriddin shundoq deginicha piyolani qizning leviga yaqin akeldi. Paryostiqqa yo'linib yotgan Malika piyoladagi sharbatni to'liq ichib etdi. Rahmat ota, dedi u chiroyiga tatliq kulgi yugurdi. Amisi hozirdan boshlab g'izoyisizlar, dedi Amir qiziga ishkuyarlik bilan qarab. Kozliq qilmisizlar, ha? Ma'qul, dedi Malika va'da berib. Amir Shayx Nuriddin tashqari hujraga chiqib, dakki-dakkida o'ltirgan xonishga qarab qapqini turdi. Amir Shayx Nuriddin tashqari hujraga chiqib, dakki-dakkida o'ltirgan xonishga qarab qapqini turdi. Bo'lsizlar, oyim yig'lab o'tiravermay, tayyorlik qilsizlar. Tasodifiylik his qilgan xonish Amirga gumonsirab qaradi. Nimaga tayyorlik qilaman oliylari? To'yga, dedi Amir Shayx Nuriddin kaskinlik bilan. Malika bilan Shahzoda Uvaysxonning to'yiga. Amdi tushunishlik bo'lgandi. Amirning alpozini ko'rib, xonish lam-jim deyamadi. Amir Shayx Nuriddinning chaqirtganligini anglab, turli xayollar ilkida o'rdiga oldiras yetib kelgan Saydali olib, O'daychining yo'l boshlashi bilan shahnishiniga kirib keldi-da, taxtda xayolga petib o'ltirgan Turkiston hukmdoriga egilib salom berdi. Assalomu alaykum an hazratim. Oltin bo'ylari esanmikin? Amir xayoldan bosh ko'tarib salomni ilik oldi. Va alaykum assalom. Qani joy olsunlar. Saydali olib taxtning tuvan tarafidagi xos mehmonlar uchun tayyorlangan kursiga berib o'ltirdi. Amir hazratlarining chiroyi ajab xop ko'rinadi. Bu chaqirtishi yaxshilikdimi yoki yomonlikdimi? Shahzoda oliylarining nikoh ishi yaxshilik tavsib deb qo'lay ilohim. Bizning dargohimizda yer yuzining takabburlari xoruzor va be'e'tibordir. deb so'z boshladi Amir Shayx Nuriddin ovoziga vazmin tus berib. Fiqirlik va ojizlik bayonida tamtirab yurguchilarga saxovat dostiximizdan nesibi rizq berish bizga oboyi ajdodlarimizdan udumdir. Shul boisdan garchi Shahzoda Uvaysxon oliylari otimiros tasarrufida Qorniyat tog'isining tahlikasiga uchrab dargohimizni panoh tatib kelgandan beri o'z qarindishimizda ko'rib, do'stlik parhizlarini mehmondorchilik usullari bilan ado qilishga tirishib keldik. Hala bugungi kunga kelganda Shahzoda oliylari hayot beg'imizning to'limi nozik bir g'unchisini uzib chekisiga qisish orzusida bizga farzand bo'lish muddasini bildirdi.
Qiz cho'ng bo'lsa yotliq qilish, almisaqdan tatib bor ish. Shahzoda oliylari bizga farzand bo'lishni orzu qilgan ekan. Bizmi farzand qilib berishni albatta xohlaymiz. Ammo har qanday nikoh azaldan ma'lum shart butun bilan vujudga kelgan. Shul boisdan bizmi shahzoda oliylariga shart qo'yishni loyiq ko'rdik. Amirzodam elchilik majburiyatlarini to'liq ado qilib, shahzoda oliylariga yetkazdilar. Saydali olib ustidan tugman teshi g'olab tushgandek yengil nafas oldi. Muhtaram oliylari shu qadar saxovat va vafo ahlidirki, ko'rsatgan mehr shafqatidan g'amnok va nimjon ko'nglimizga iqbol quyoshi nur chechibdir. Kaminalari baxtiyor shahzodimiz uchun va'da bermanki, oliylarining har qanday shartini bajo keltirishga tayyormiz. Amir Shayx Nuriddin mamnuniyatlik bilan beshini langshitdi. Dapini dunyo bu 6 kunlik olamda hech kimga vafo qilgan emas. Bir vaqtlik jonga orom beg'ishlig'icha ozuqning dasmoyisi bo'lgan 2 tanga pul insonning shavkitiga hech qachon jula bo'lolmas. Yigitlik shoni shavkitiga taxt saltanat orqali jula berishi shart. Chunki o'z tasarrufini zolim bir hukmdorning zulmidan ozod qilishmi haqiqiy yigitning burchi, fazilatidir. Agar undaq qilmaydi ekan, shahzoda oliylarini bir umr farzandimiz hisoblamasmiz, hamda bergan tuzimizga har ikki olamda rozi bo'lmasmiz. Saydali olibning vujudi hayajondan titrab ketdi. Amir Shayx Nuriddinni bir elning hukmdori emas, aql farosatda, fazilatda kamolatga yetgan donishmand avliyodek his qildi. Farzandini o'z elining shon shavkati uchun, insonlik g'ururi uchun kurash qilishga undash haqiqiy bir otaning majburiyati albatta. Amir Shayx Nuriddin bo'lg'isi kuyovliga to'y shart qo'yish orqali bu otaliq majburiyatini to'liq ado qilgan edi. Saydali olib Shahzoda Uvaysxonning malika bilan to'y qilgandan keyin Mo'g'ulistonga qaytish, taxt saltanatni qo'lga olish orzusidan voz kechib qilishdan bek muvoyim yetdi. Shunga hozir xiyli xotirjam bo'ldi. Janobi qiblagohimiz rahnamo bo'lib bersa, Shahzoda oliylarining otgan o'qlari bo'lib, bu shartni to'liq ado qilishga jon imonimiz bilan kafolat beramiz. Amir Shayx Nuriddinning ko'nglidagi dilg'ulliq tarqab xiyli ichilib qolgan edi. Amisi shundoq bo'lsin, dedi u gap tugdi deganni qilib o'rnidan turib. Berib shahzoda oliylari xush xabar yetkazsinlar. To'yning vaqtini o'zi bekitsin. Hozirdan boshlab Turkiston vodisida to'y. Himmatlarga yana bir qatim tashakkur oliylari. Amisi yanay. Omon bo'lslar. Deganlari rostmi Amirzodam? Yana chaqchaq qilmayotganlar, ha? To'yishimiz rostdan rozilik berdimi? Malika Dövlat Sultan xonim bilan to'y qilish talabiga Amir Shayx Nuriddinning rozilik berganini olib, Shahzoda Uvaysxon xushallikdan o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Quliqiga ishonmay Said Ali olibdan qayt-qaytlab so'radi. Ich-ichidan huzurlanib kuldi. Said Ali olib Amir Shayx Nuriddinning qo'ygan to'y shartini shahzodaga alohida yetkazdi. To'y shartini yodlarida mahkam tutsizlar oliylari, dedi u askarga. Xotirjam bo'lsizlar Amirzoda. Xotirjam bo'lsizlar Amirzodam. Alloh xolisi bu shartni cho'qim ado qilamiz. Amir oliylari shart qilmasmi, ado qilishga tegishli majburiyatimizda bu. Hamda Amir oliylari demay janobi qiynotam deysizlar, dedi Saydali olib. Ma'qul, dedi shahzoda qoqoqlab kulganicha. Yana topilaydigan, o'gitadigan ishlar bormi Amirzodam? Saydali olib shahzodaga chaqchaq qilishga tamshilib to'xtab oldi. Shu topda u shahzodaning singlisining kuyusi bo'lmagan bo'lsa-da, tilining uchiga qo'yma obdan gaplar kelgan edi. Shahzoda oliylari qobiliyatli, ham ishda yetishgan, o'gitishning hojati yo'q.
dedi Seydali alıp quvluq bilan kulib. Do'stining nima demoqchi bo'lganligini pamlagan Shahzoda Uvaysxon pixildab kulib. Shu kunlarda Turkiston ordusining ichitishi to'y tayyorligiga tushib ketgan edi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr xush, omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Xayrli kunlar. Yazgıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırname namlı romanının davamına kulak sağaysizlar. Turpan taxtigahi tolumuz sükütlük idi. Sultan Sir Muhammed Xan'ın iğir kesel azabıda orun tutup yetip qalğanğa xeyli aylar bolğan idi. Əmirlər, sərkərlər, xizmətkarlar qattiqroq şərt chiqib ketsə beshiga bola qazo yog'digandek butun uchiga tegdek avaylab o'ynashadi. Ehtiyot bilan so'zlashyapti. Ortada kulki chaqchaq, nafssaz, butunlay g'oyib bo'lgan edi. Shahzoda Uvaysxonning qorong'i yog'lig'idagi kechilik hujumida jinini qutqizish uchun aynakdek muz tutgan yo'ndiq o'lchikida tong otqicha chilinib yotgan Sultan Sir Muhammed xonga qattiq sovuq tekkan edi. Sarkar lashkarlarini shab chiqamay pam bilan turponga chekinishga farmon bergani bilan qizitmasi bag'on siri o'rlab put-qo'llari mag'dursizlanib ot ustida o'ltiramay mapida yetib minishga majbur bo'ldi. Kiyiklar har qancha tirishchanlik ko'rsatib qizitmasini tushirolmadi. Sultan Sir Muhammed Xon ana shunday ahvolda turibmi Shahzoda Uvaysxon bilan Turkiston amirining qo'g'lab kelishidan voyim yeb 3 kungacha qo'shinining to'xtab aram yurishiga yo'l qo'ymadi. Qo'shin bilan to'xtamay yo'l yurishga majbur bo'lgan tabiblar dori qaynatishga amalsiz qolgan edi. Xon mapida yotqani bilan o'ng'il-do'ng'il yo'llarda mapda to'liq silkinib obdan aram ololmadi. Tabiblar yurishni to'xtatib bir kun tinch aram ilishni, bu oraliqda zarur dorilarni qaynatib tayyorlab olishni aytgan bo'lsa, qattiq qo'rqib ketgan Sultan Sir Muhammed Xon faqatla qo'shilmadi. Turkiston amirining qo'g'lab kelish vahimasidan oz to'liq qutulgan bo'lsa-mu, ko'ngli yana xotirjam emas edi. Shahzoda Uvaysxonning o'zidan burun turponga yetib berib, ostonani egilib olishidan, Ulusbegi Xudoydat bilan til biriktirib olishidan qattiq voyimlayotdi. Ahvolining nacharligini sarkarlarga bilindirmaslik uchun a'zoyi badani qattiq og'rib tursin, bardoshlik berib-atdi. Qo'rqinch, vahima, gumonxo'rlik uni hech kimga ishonmas qilib qo'ygan edi. Turponga berib olsammi, keslim sal maza saqib ketadi deb o'ylaydi u. Butkul a'zoyi o't kavob bo'lib qizib, burnidan suv eqib, beshi esilib og'rib, to'xtamay yo'tilib tursin, johillik qilib, kesiliga sal qaragan edi. Sarkarli lashkarlarning o'zini qattiq og'rib qapti deb o'ylab, g'ayri xiyollarda bo'lib qolmaslik uchun gohida mapidan chiqib, otni minib qo'yatdi. Lekin besh qayib, ko'zi qorong'ulashib, otda anch uzun o'tirolmaydi. Tabiblar ilojisiz qo'shindan qilib dori qaynatadi-da, tayyorlagan dorilarni chavandozlardan tez suratda xonga yetkazib beradi. Lekin xon yaxshi orom ololmaganligi, uning ustiga sarkar lashkarlarga kesilning ancha ig'ir emasligini bildirib qo'yish maqsadida pat-pat ot minib olganligi uchun chavandozlar yetkazib ketmoqchi sovuq muzlab ketgan dorilarning önemi yo'q deyarlik edi. Sultan Sir Muhammed Xon ana shundoq ming bir mushaqqatda turponga yetib keldi. Lekin kesilibek ig'irlashib ketganligi uchun shahnishindagi oltin taxtda o'ltirolmadi. O'ltirg'idekni majol qilmagan edi. Qizitmasi biroz tushgan bo'lsa-mu, yo'lab qo'ymasa o'tirolmaydigan, bir yutilib ketsa, yo'tilini to'xtatolmay qiqilib ketadigan, qon tukiradigan bo'lib qolgan edi. Shundaqdimi qo'llisi sagak edi. Orada ishlarini Ulusbegi Xudoydatga topshirib berishga xotirjam bo'lolmay, hamma ishlarni yetib turib nazorat qiladi. Amir sarkarlarning kundalik salomini yetib turib qabul qiladi. Ma'lumotlarni anglab farmon tushiradi. Xonning eg'ir kasal turib hamma ishlar chapga ervelishidan
Özü işenmegenliginden ranjib qolgan Ulusbegi Xudaydatning beshini ichiga tiqib elib, bir chetga chiqib olgan edi. Uzun qish ana o'sha yuzunda o'tib ketdi. Biroq Sultan Shir Muhammadxonning kesilida qilchilik yaxshilanish bo'lmadi. Ko'klam kelishi bilan yo'talmasini qolib kirdigan bo'lib qoldi. Kesilning saqaymaganligidan ichki pushqimi yoki Shahzoda Uvaysxonning erkini tex olamaganligidanmi va yoki kundan kunga aydavatgan ziyoda gumonxo'rligidanmi aytavr terkak sapra bo'lib qolgan edi. Amir sarkarlarning yo'shirin til biriktirib olishidan, o'ziga qarshi harakat qilishidan ansirab, barliq cho'ng kichik amir sarkarlarni kuniga 2 vaqt, qo'yib 3-4 vaqt yeniq chaqirtadi. Yo'qning sabablari bilan kimlarnidir tillaydi, kimlarnidir mansibini tövallatib, kimlarnidir mansibini o'stiradi. Kimlarnidir jazoga buyurib, kimlarnidir in'om beradi. Ishqilib, heli degan gap heli yo'q edi. Amir sarkarlarni yurak oldi qilib o'tgan edi. Shahzoda Uvaysxonni hozirg'ish tutib oldimga akilanmadan deb yotish begi bilan ostona hokimini 2 qatim to'mballatdi. Amir sarkarlarning hammasi Sulton Shir Muhammadxondan bezor bo'lishga boshlagan edi. Lekin hech qaysi ko'ngildagini teshig'i chiqarishga paytinolmaydi. O'rik olib bo'lishga boshlaganda Qomildan o'rniga ma'lumot keldi. Xon oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Ulusbegi Xudaydat atganli qo'bilda kasal azobida yotgan xonga yiqilib kelib. Qomil noib amiri supurgi marsidan jiddiy ma'lumot keldi. Ma'lumotda deyilishicha, Mo'ng'ullar Borisgulni besib olib, Qomilga tahlika selib etibdi. Borisgul hozirgi Borgul nahiyasi deb izoh etdi. Sultan Shir Muhammadxon o'ltirishib, o'rga o'xshab qolgan gunsiz ko'zlarini avval Ulusbegiga, ondan boshqa amirlarga tikdi. Lekin zuvan surmadi. Yo'llagan ma'lumotiga xonning toz ishlanmayotganligini his qilgan Ulusbegi qo'ynidan Qomil amiri supurgi mirzining yozgan ma'lumotini chiqarib, ehtirom bilan uzatdi. Xon titrab turgan qo'llari bilan ma'lumotni olib, shundaqli ko'z yugurtib bir yonga tashlab qo'ydi. Mo'ng'ullar xeylidan beri saltanatimizga ta'ruz qilishga petinolmay kelgan edi, dedi Ulusbegi yana eg'iz ichib. Ko'plar kira-kirmayla Borisgulni besib olibdi. Ahvoldan qaraganda ular buninglik bilan bo'ldi qilmaydigandek qiladi. Ol ofatga boshqa chora tadbir ko'rmasak, atılgın Qomilni qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Qashqar Texchilar Mirza Ulug'begning qo'lida turibdi. Bu do'ram Mo'ng'ullarga qattiqroq tegib qo'ymasa, buyuk tasarrufimizning texnik ko'p ta'ruzga uchrashi turganligi. Shuna oliylari farmon bersa, bir tuman sarkarlashganlarni dilxohlab Qomil amri bilan birga jazo yurish qilib, Mo'ng'ullarning qo'lidan Borisgulni qaytirib olg'aymiz. Xon oliylari farmon bersa, dedi boshqa sarkarlarning Ulusbegini qo'llab. Qomilni Mo'ng'ul tahlikasidan qutuldirib, Borisgulni qaytirib olaydi. Sultan Shir Muhammadxon hechning olingandek ifodasiz yotadi. Jimjit yotgan daqiqani bilan ko'ngli tinish emas edi. Mening ahvolim bu. O'zimning hojatimdan o'zim chiqolmayman. Ulusbegiga lashkar tortishga farmon bersam, lashkarlarni dilxohlab olsa, Ostonaning mudofaasi ojizlab ketadi. Lashkariy yurishga yorliq elib olgan Ulusbegining sadoqatiga bir nima deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Havo ilib qoldi. Qishdan beri midirlamay möküp yatgan Shahzodam Aşı bedbəxt Moğollarga o'xshash inidan chiqdi ehtimoli. Endi jim yetavermaydi. Navoda pam bilan kelib Ostonaga tegish qilib qolsa, qilib qolgan lashkarlar bilan qandoq taqobil turman.
Serkertler mendek Azrailning dargohiga yaqinlab qolgan xonga sadoqat ko'rsatishni yoltiyib kuch qudrati urg'ib turgan shahzodaga el bo'lishni xohlamaydi deb kim huddi qila oladi? Maylilar, Mo'ng'ullar Barskölga shukur qilmasa, Qumulga qanoat qilar. Ammo salla mazo saqaymag'icha lashkari yurishga farmon berish oqilonlik bo'lmas. Ah, Tangri. Mushundaq bir paytda bu nejas kasal ajabmi chaplashni o'rmagan. Tezroq shifo topsam bo'ladi. Yoki o'rdadagi hakimlar kasalimga yaxshiroq dori qilmayman bo'ladi. Elimo o'rda sirtida, el yurtda qandoq fitna fasod paydo bo'ldi. Buni bir Alloh biladi. Bular til biriktirib meni aldayotadi. Avam ra'yatning ahvolidan, o'y-xiyollardan ma'lumot bermayotadi. O'rdada tabliqchilikning bosh ko'tarayotganligini ko'nglim tuyib turibdi. Kasaldan saqib olaychi qani. Ularni aldamchilik qilganiga, sadoqatsizlik qilganiga, toji taxtimning ulini ko'lig'iniga to'yg'izman bu. Shahzoda Uvaysxonni o'z qo'lim bilan tutib kelmaydigan bo'lsa, oldirmisunlar. Yana bir necha vaqt ta'xir qilsinlar. Dedi demi kesilib, o'pkisi g'ijildab turgan Sulton Shirmuhammadxon ko'nglidagini chandurmaslikqa tirishib. Gerçi hozir ko'klam fasli bo'lib, ostoni ilib qolg'ini bilan Barskol taraflar texi soğuq. Bu lashkariy yurishning muvofiq payt emas. Soğuqda lashkar tatqanning dardini yetkichi tortdiq. Aldiraqsollik qilmaydi. Ulusbegi Xudoydan yana gap qilsa, oson ochiqlangan bu qolgan xonning tergib qilishidan, qo'pollik bilan silkib etishdan ansirab, bosh egib turishga majbur bo'ldi. Yana bir tarafdan xonning ko'rsatgan yo'qolan bahonasidan umidsiz qolgan edi. Lekin ko'ngli to'limi parakanda edi. U Qashqarni Mirza Ulug'bekning tortib olganligidan qanchalik o'kinsa, shu topda Mo'ng'ullarning Barskölni besib olganligidan shunchalik o'kinadi. Tutib bo'ladi. Mo'ng'ullarning Barskölda kichikkin yurtga qanoat qilmaydiganligiga mushunda qo'l qo'yishtirib turaversa, Әдөөнің қолынлымы қолдан беріп қойдығалықыға ішінәтті. Иғыр кесел азабыды еңірап ятқан ханның нем үшін тұтырықсыз сәбәплер білән Моңғолларға қарсы ләскер татышқа фәрман бәмегенлікінің сәбәбіні қияс қылатты. Büyük xanadan мұшындақ бір istidadsız xanның қолыды бәйран көп кетермі? Өз тәсәррүпіні, әл ұлысыны, yotlarning ta'arruzidan qo'g'diyanmagan odamning saltanat sohibi bo'lishga qandoqmi layoqati bo'lsin? Bu degan ajdodlar oldida nomus, avlodlar oldida jinoyat. Rost. Xon hozir menga ishonmaydi. Yig'o'mankanman. Yaqinlarga ishonmaydi. Shu sababdan lashkar tortish ishiga farmon bermayapti. Mo'ng'ullar navali qumulni besib olsa, yürüki teximi yoğunaydı. O çağda konulğulu şükür qanaat qılmay, turpanğın közdikidi. Büyük təsərrüfümüzdə toluq ıslah qilishdan yanmaslığı mümkün. Turpanını muhafizat qilishdan qumul muhim ötken. Qumulni qo'ldan berib qo'ysak, turpanni saqlab qalmoq basi müşkül. Xon aliler buna düşenmediğandı. Rastını istem, xon alilerinin istidadsızlığını pəqətli yaxtırmayman. Şahzad Uvaysxonning buyuk saltanatga posiban bo'lib, yurttarchilik qilishni orzu qilaman. Biroq hozir Mo'ng'ullar zaminiga ta'arruz qilib, Mo'ng'ullar zaminimizga ta'arruz qilib turganda, bosqinchilarni tashlab qo'yib,
Nədirliki, hayat tirikliki nainiq şahsadın izlişim mümkünmü? Onda qısam xalq alam aldıda riyakar, bədniyyət, tuzkor degan ataqqa qalmamdı mən. Ulus begilik şan şöhretimge dağ tekkiz olmamdı mən. Maqul, xanlımağa o işen edi deydi. Ondaqda öz işimdən sərkərdisiga bir tümən leşkər bilən qomul əmrge həmdən buluşqa, qomulda məhkəm saxlaşqa pərman bəsi bolatdı. Qomulda leşkər ozuq tülük yeterlik emas. Navadı Monqollarning hücumu uçurab qalsa uzaqqa bərdaşlıq verəməydi. Qomulni qoldub berib qoysaq, o'rnini to'ldirib vaqsiz ziyon pushaymon qilib qolmas. Shu topda Shahzoda Uvaysxon nadikan, neymish qilib otadi ekan. Hech bo'lmaganda Navram Saydali olib biror xabar berish kerak edi u oxir. Ularning nadligini bilsam, xonning ahvolini, el yurtning, taxt saltanatning beshig'i kelish ehtimoli bo'lgan xavfni bildirib qo'ydi. Ularning nadligini bilsam, xonning ahvolini, el yurtning, taxt saltanatning beshig'i kelish ehtimoli bo'lgan xavfni bildirib qo'ysam bo'ladi. Shu topda Shahzoda oililari Ostonaga kelsa, xonning ahvoli yaxshi bo'lmagan ekan. Barliq amir sarkardalar bilan o'rtada qurultoy chaqirib, xonni taxtdan tushirib, Shahzodani xonlik taxtida o'tirg'izishning amalini qilib bo'ladi. Xon ig'ir kasal bo'lgan ahvolda qurultoy chaqirish orqali xon almashtirish azaldan voqe'ydi. Bu ish saltanat yo'sinlarga hargiz muxolif kelmaydi. Amir sarkardalarning ko'pinchisi bu taklifni qo'llaydi. Ulusbegi Xudoydatning o'y xiyollarining tegi yo'q edi. Muvaffaq bir chora amal topolmay tutib bo'ladi. O'rda tebiblardan xonning ahvolini tafsiliy so'rab baqdi. Oliylarining o'kisi yirandigan, kesilining silg'i o'zgarib ketish ehtimoli cho'ng. Undan boshqa böğrek bilan yurakda ig'ir zaiflik bor. Bu yaqinda saqlayib ketishiga ishonch qilolmaymiz. Deyishdi tebiblar amalsizligini bildirib. Ulusbegni qattiq g'amga silagan edi. Chunki Navoda Sulton Sir Muhammad Xon mushundaq yetib to'yqisiz qazo qilib ketsa, Mo'ng'ullarga qarshi turish ishlari bir yonga qayrilib kelib, o'rtadan ishga qalaymaqonchilik, nizo bo'linish kelib chiqadi. Bu Mo'g'uliston saltanati uchun boris kunni besib olgan Mo'ng'ullarning tahdididan nechasi xatarlik edi. O'rtadagi amir sarkardalar faqat marhum Xon Tug'luq Temirning jamiyatiga bo'ysunadi. Ulusbegiga hargiz bo'ysunmaydi. Gerçi Sultan Sir Muhammad Xonning ikki o'g'li bo'lsa-mu, texnik yeshi kichik edi. Saltanat ishlarining o'rtasidan chiqolmaydi. Navoda ulardan birarini dadasining taxtiga o'tirg'izib qo'ysa, o'rtadagi amir sarkardalar bola xonning go'dakligidan foydalanib, o'z maqsad muddalariga yetishga urinadi. Yana bir tarafdan taxt sohibi qonunlashib qoladi-da, Shahzoda Uvaysxonning taxt saltanatni qo'lga elishi tasga tushadi. Toji taxt mojarosi qoidadan bosh ko'tarib, behuda qon to'kiladi. Mana shu bir talay ehtimolliklar tufaylidan Ulusbegi Xudoydat Shahzoda Uvaysxonning derkini elishga oldirab qolgan edi. O'rtadan xiyl kichik selingan Ulusbegi qasri bezilishi, hashamatlikligi jihatdan o'rtadan qilishmaydi. Ustida to'liq qurollangan ikki navkar bemalol u yoqdan bu yoqqa o'tishalaydigan 15-16 gaz egizlikdagi qo'riqdan xuddi qal'a sepilidek qasrni mustahkam o'rab turadi. Navkarlar qo'riqtamning ustida kecha-kunduz kuzatib turadi. Ulusbegi qasrimi tashqari o'ylar, o'ttir o'ylar va ichki o'ylar deb 3 qismga bo'linadi. Tashqari o'ylada xizmatkorlar, navkarlar turadi. O'ttir o'ylaga turpanning kelmatligi mos keladigan turli mevalik daraxtlar qo'yilib, bino qilingan bog'cha bilan birlashtirilgan hashamatli saroy joylashgan edi. Ichki o'ylar haram edi. Qasrning ichi ajoyib timtoslikqa cho'mgan edi. Ulusbegi Xudoydat
Arı o'ylidagi saroyning ichkarisiga joylashgan etikabxonasida choza qurib o'tirgancha oldidagi rehilga engishib Qur'on tilovat qilyotdi. Shu asnoda mahram yigit etikabxonaga pam bilan kirib keldi va Qur'on o'qiyotgan Ulusbegining diqqatini bo'lmaslik uchun eshik tubida birpas qo'l bog'lab turdi. Ulusbegi mahramning zarur ish bo'lmasa kirmaydiganligini biladi. Shundaqdimi o'qib yerimidan oshgan parini tugatib etish uchun diqqatini bo'lmadi. Mahram yigit kumush shamdondagi shamning peligini chechaklab toz yo'riq bermayotganligini his qilib, butining uchini yanib kelib shamning peligini parlab qo'ydi. Oradan bir cho'gin choy qaynamachilik vaqt o'tganda Ulusbegi Qur'onni yetib qo'yib, qisqali duo qilib olgandan keyin nemish deganni qilib mahram yigitga qarab qo'ydi. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi mahram yigit qo'l bog'lab turib. Amirzodam Mir Muhammad Shoh janoblari bilan Solih Xo'jador ijozatlarini kutib turdi. Boshlab kirsinlar. Xo'sh. Mahram yigit chiqib ketib, daqiq o'tmay Ulusbegining cho'ng o'g'li Mir Muhammad Shoh bilan Solih Xo'jadorni boshlab kirdi. Assalomu alaykum, dedi ular salom berib. Va alaykum assalom. Ulusbegi ularga yenidan o'rin ko'rsatdi. Xo'sh, joy olsinlar. Ular supining to'lan tarafidagi ta'dilla ekandazda yukinib o'tirishdi. Xo'sh, Malik Sulton Xotun shahzoda oliylaridan xabar berdimi? Farmonlarga binoan dedi Mir Muhammad Shoh javob berib. Amirga bir qasrga o'tiranch kelinlarni avatgan edim. Malika Sulton Xotun bilan ko'rishib shunda xabar ep keldiki, Shahzoda Uvaysxon oliylarining bu 4-5 oydan beri ahvoldan ularmi xabarsiz ekan. Bu qanday ish bo'lib ketdi endi? Shahzoda oliylari yo onasi bilan aloqalashmabdi, yo men bilan. Kutilmagan bir ish bo'lib qoldimi ya? Xudo o'z panohida saqlaysin. Ulusbegi xiyolini yig'ishtirib o'g'liga qaradi. Og'izlaridan so'rab baxtulimi? Malik Sulton Xotunning ahvoli qanday ekan? Salomatligini deyman. Malik Sulton Xotunning ahvoli yaxshi ekan, biroq kichik malikasi Maxtum Suluxining betap bo'lib qolgan o'xshaydi. Kesili ig'irmikan? Shunday o'xshaydi. Malika Sulton Xotun Ulusbeg hazratlariga yetkazib qo'ysa, mumkin bo'lsa qasrimizga o'rda teyiplardan birasini avatib, Malikamning kesilini davolatib qo'ygan bo'lsa, shahardagi teyiplarning doğrusu toza qarqilmayotdi debdi. Ulusbeg bildim deganni qilib beshini naqshitdi. Boshqa ish bo'lmasa aram olsinlar. Xo'sh. Mir Muhammad Shoh bilan Solih Xo'jador asta o'rnidan turishdi. Ağaçlarga tapılısılar, dedi Ulusbegi o'g'liga qarab. Til zaboniga yezib o'g'ay. Malika Sulton Xotundan shahzoda oliylarning derakligimizni hech kimga tinmag'ay. Xotirjam bo'lsizlar buzrukvarim. Mazlum kishining ichiga gap yotmaydi. Har holda qattiq chekilisizlar. Kundoshlarga bu to'g'riliq eg'izlanmag'ay. Kundoshlari Mir Muhammad Shohning boshqa xotinlarini demoqchi, debdi izohatda. Mir Muhammad Shoh bilan Solih Xo'jador chiqib ketdi. Usulukqa tavlar bormikin hazratim? So'radi mahram yigit. Ustumidan putum sal uyushib turdi. Mahram yigit Ulusbegining putini yumshoq tutishga kirishdi. Odatda Ulusbeg orom olmoqcha, mahram yigit uxlamaydi. Navram Saydali olib mijimib ketdi. Yo'q, u shahzoda oliylar bilan billamasmidi. Undaq bo'lishi mumkin emas. Kuzda oxirgi ketim xabar kelgan choparman. Shahzoda oliylarning singlisi o'z sulton xonimni Saydali olib nikohlab berganligini aytgan edi. Shundaq ekan,
O şahzadı alilerden texmi ayrılmaydı. Zaten neymiş kılıp atıdığanda acayip cimip ketişti o. Bu çakıcı az degende iki petim çaparman keliş gerek idi. Ulusbegin nevrisi Seydali Alıp'nın Şahzadı Veyzxan'ın yeni dikerligini hatta oğlu Mir Muhammed Şahdın'ı sır tutkan idi. Uzaq ötmey Işıkdöv'den Salih hocalarının yötelgen avazı anlandı. Bu onun Ulusbeg'e yetkizdiğin muhim gibi çıkıp kağalıqını bildiretti. Ulusbeg'nin icazıtısız Məhrəm yigitdən başqa eşkən xalığanca üsüp kiremeydi. Məhrəm yigit dəs ornudan durup sırtqı çıktı. Işıkdöv'den Salih hocalardan başqa yan bir hücum kişimi var idi. Hazırtımga yetkizdiler. Şahzad Uyezxan alilerinin qeşidən çaparman geldi. Məhrəm yigit dərhal qaytıb kirdi de Salih hocalarının gepini yetkizdi. Şahzad Uyezxan'ın qeşidən çaparman kelganligini alıp Ulusbegi birdanla ruhlandı. Dərhal kirsin. Aval Salih hocalar andın Şahzadanın çaparmanı işikdən kirib Ulusbegi'ye salam verdi. Assalamu alaikum. Ve alaikum assalam. Dedi Ulusbegi biraz kımırlap koyup ve Şam yorğuda çaparman yigitinin çırayığı sınçılıp qarab xeylili xatircem oldu. Bu Şahzadı Uyezxan bilen Ulusbegi'nin o'ttirisida aloqachilik qilayotgan yigit edi. Məhrəm yigit bir patnosda 2 piyola şerbet epkilib Salih hocalar bilen çaparman yigitga tutdi. Başqa iş bo'lmasa men chiqay, dedi Salih hocalar. U Ulusbegi'nin her daim çaparman bilen xos so'zlashadiganligini obdan bilardi. Şuna o'zini so'rgan edi. Chiqayversizlar, dedi Ulusbegi Salih hocalarga ijozat berib. Ammo sagakrak yatarlar. Ostoniga qocharoq keldilar Olchinbek. So'rdi Ulusbegi çaparmanga nazarini og'dirib. Peshin vaqti bilan asrning orliqida, dedi Olchinbek qaddini ruslab. Xafiya paylaşılanın gözü çelqib qolmaydi, dangda oram elib hozir kelişin. Ulusbegi Olchinbegning checharligiga qoyil bo'lib, rozmanlik bilan beshini langshitdi. Ehtiyot qildirib badan bo'pti. Xo'sh, Shahzoda oliylar hozir nada panohlanib Türkistan'da hazırdı. Türkistan'da yandırımlap so'radi Ulusbegi taajjublangan holda. Shundoq hazırdı. Shahzoda oliylar bilan Amirzodam hozir Amir Shayx Nuriddin oliylarining dargohida. Xudoyim, yigitlarning qilgan ishini ko'rmabdigan. Ularning Turkiston amirining dargohini panoh tortib berishni xiyolimga keltirmabdiman desa. Shuni xiyolidan beri el yurtdan chiqib ketganda. Sultan Shir Muhammad Xonning oygoqchi jasuslarining ularning diyakini olamiga bekor emaskan. Shahzoda oliylar qachondan beri u dargohda turyotidi. Sultan Shir Muhammad Xon oliylari qorong'i yo'qlikdan lashkar chekindirgandan beri, dedi Olchinbek gapini davomlashtirib. Shu chog'da biz qorong'i yo'qlikqa borgan edik. Qorong'i yo'qlikqa borgan edik. Kechasi xonning qarorgohiga shapqon urib, mudayimizga yetanmadik. Xon Shahzoda bilan Amirzodamning ajal qilichidan qutulib qoldi. Shuning bilan biz chekinib, ertasi Amir Shayx Nuriddin oliylarining qarorgohiga bordik. Xudoyim, yigitlarning qilgan ishini ko'rmabdim. Ulusbegi qorong'i yo'qligida Sultan Shir Muhammad Xonning chediriga qilingan kechilik hujumning ahvoli o'g'li Mir Muhammad Shahdan anglagan hamda Turpanga qaytib kelgan Sultan Shir Muhammad Xonning bu hujumni ko'ptirib so'zlab, hujumni Shahzoda Uyezxonning qilganligini aytib, dotlab bergan edi. Ammo Ulusbegi xon oliylari keliga tomoq turib qolsa-mu, kötüge yelqab kepleshib qolsa-mu Shahzodani ko'rdi. Bu balkim Turkiston amirining qilgan kechilik hujumi bo'lishi mumkin. Xon oliylari qo'shin chekindirishga bahona topolmay, Shahzoda oliylariga do'ngab qo'yotdi.
Maqsadi sarkar lashkarlarning orasida men jafo tortib vatanimizga tahlika silayotgan yovg'i taqobil turvassam, shahzoda biz tarafda turmay yovg'i ko'maklashdi deb shahzoda oliylarga batnom suvab, obro'yini to'kmoqchi deb o'ylab ishonmagan edi. Qoplanning yuragini yamag'illarning qilgan qaramliqini qaramadigan. Necha tuman lashkar joylashgan qarorgohga tap totmay shapqin uribdi-da. Aslida xon oliylar shularning sababidan yo'lda ko'lchikida mukib yetib, kasal tepib olgan ekan. Kechasi shapqin urib xonni qattiq cho'chitgan odam nemishqa elchisi Turkiston amiri bilan birga xonni qo'g'lamagan bo'lg'aydi. Baland fursatni qo'ldan berib Shahzoda oliylar bilan amirzodam salomatmi? Xudoga shukr, tinch omon turibdi. Xabar bermay shuncha uzun jimib ketishdi o'g'lan. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Olchinbek. Turkistonga borgandan keyin shahzoda oliylari oshiqlik kasaliga giribdor bo'ldi. Oshiqlik kasaliga? Ajablanib so'radi Ulusbek. Shunda hazratim, shahzoda oliylari Turkistonga borgandan keyin Amir Shayx Nuriddin oliylarining malikasi Davlat Sulton xonimga oshiq bo'lib qoldi. Olchinbek Turkistonda bo'lgan ishlarni tepidan yangisig'icha so'zlab berdi. Bu chaqqicha ul oshiq mashqlarning to'yimi bo'lib qoldi, ehtimalim. Dedi Olchinbek gapini xulosalab. Shahzoda Uvaysxonning to'y qilmoqchi bo'lganligini anglab, Ulusbek ham ajablandi, ham xushal bo'ldi. Shahzoda oliylarning har yerlarda qonqib yurib, oxirida Turkiston amiriga kuyov bo'lib qolgani ajoyib ish bo'ldi. Bu taqdir iroda. Nikoh g'oyib debdikan. Inson peshonasiga putilganini ko'rmay iloji yo'q. Balkim bu shahzoda oliylarning ko'ngliga pukkan ishlarining qutuqliq bo'lishining bir bishoratidir. Sulton Shir Muhammad xon eg'ir betob bo'lib yotgan mush kunlarda Turponga tezroq yetib kelsa, ishlar osonga tushadi. Shahzoda qiynatishdan lashkar so'rab yurmasa, navoda Turkiston lashkarlarini boshlab kelsa, o'rda ichi sirtida uni vataniga yotlarni boshlab keldi deb fitna bo'ladi. Hozirgi ahvolda uning lashkar boshlab kelishining hojati yo'q. Sulton Shir Muhammad xonning hozir saltanatni tizginlab turg'udek madori qolmadi. Buni bir qism amir sarkarlar his qilib ketdi, ehtimol. Elitimdan xushomat qilishga boshladi. Qurultoy chaqirib xonni almashtirish muddaini bildirsam, hech kim qarshi chiqishga petinolmaydi. Nima degan bilan Lashkariy divon yana mening yelkamda. Ulusbek xayolini yig'ishtirib, mahrimiga qog'oz qalam akeltirdi-da, xat yozishga kirishdi. Shahzoda oliylarga tezdan yetkazib bersinlar, dedi Ulusbek xatni Olchinbekka berib. O'zlarini solih hujjatlar hozirlash sharq o'qidan chiqarib qo'ysin. Shahzoda oliylarining teshig'i qancha tez bosilar shuncha yaxshi. Amirzodamning oqchisi Sulton xonim validasiga bir poch xat yozib bergan edi. Amirzodam o'l qiynonisi bilan cho'qim ko'rishib kelishini topilgan. O'zlar bu ishlardan xotirjam bo'lib meni emaslar. Xatni o'zim yetkazib beraman, dedi Ulusbek. Shahzoda oliylar bu maktubni yetkazish hammadan muhim. Bo'ldi, hargiz xayol bo'lmaslar. Qattiq ehtiyot qilaylar. Turkiston o'zini olib bo'lgan mazgil. Qasam lazzatidan behush bo'lgan shahzoda Uvaysxon o'nimo mahorat mashq qilishni tashlagan edi. Saylali olib bilan ko'rishishga kamdan-kam vaqt chiqardi. Shu kunlarda u vatanga qaytib, tog'asidan taxt saltanatni tortib olishdan iborat maqsad muddasini esidan chiqarib qo'ygandek qiladi. Turponga chaparman ma'g'uzxonaga 2 oydan oshgan bo'lsa-mu, texsil xabar bo'lmaganligi uchun
Seydali Alıpmı Şahzadə bilen bu işler doğruluk sözleşini anç layık görmedi. Şahzadəga gep qilishga paytalanmagan Sərkərdi Boran Xoca pat-pat Seydali Alıpның qishiga kelib beshini og'ritdi. Şahzadə Aliləri oğuzçığı saltanatni tekşərmi Amirzodam? Bir gap qilsa bo'ladi. Oshmi bo'ldi, to'y qilib murodini yetdi. Endi yurtga qaytib toj taxtni qo'lga ilishning qo'yig'i tushdi bo'ladi. Amir Shayx Nuriddin Aliləri bu haqda to'y shartini qo'yibdi ekan. O'zlari Shahzodaga vakoldan va'dani beribdi ekanlar. Bu shartni Shahzodaning saymiga soldilimi zodi? Qochamiz xalqning dargohida yap yoturmiz. Deydi Boran Xoca og'rinib. Oldirmislar Sarkarda. Ostonaga ketgan chaparman qaytib kelsa, Shahzoda Alilarni yurtga qaytishga da'vat qilamiz. Deydi Seydali Alip tasalli berib. Shundoq degani bilan Sarkarda Boran Xo'jadan bekrak tit bo'ladi. Olchinbekning yo'liga betoqatlik bilan qaraydi. Qoy vaqtlarda umidsiz qoladi. Sabr qilay. Avval Olchinbek qaytib kelsin. Shu chaqda Shahzoda Alilar yana yurtga qaytishga ko'nishmasa, ondan o'zim ketaverman. Har qancha bo'lsin Shahzoda el yurtni, onasini, qarindoshlarini unutib ketmas. Seydali Alip ana shundaq dalg'ulliq ichida turgan kunlarda Olchinbek oxiri yetib keldi. Sulton Shir Muhammadxon ig'ir kasalkan, dedi Olchinbek Amirzodga buvisining salomini yetkazgandan keyin. Mana bu Ulug'bek hazratlarining yozgan maktubi. Seydali Alip maktubni qo'liga oldi. Maktub pechatliklik edi. U biroz o'ylanib olgandan keyin xatni qo'yniga soldi-da, Shahzodaning qasriga qarab mangdi. Sabr qilay. Avval hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni o'qishga o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olinglar.